4. Mona Lisa'nın sırlıq gülümsirişi. Mona Lisa'nın sırlıq gülümsirişi her kaçan adamlarını zoklandırdı. Resimdeki Mona Lisa'nın gülümsirişi ve qo'shimlarning iç bepilishi har bir qarasangiz o'xshamagan qarashni paydo qildi. Tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, bu rasmning baxt ko'rsatkichi 83%, bizarlik ko'rsatkichi 9%, qo'rqish ko'rsatkichi 6%, ochiqlanish ko'rsatkichi nisbati 2% ekan. Da Vinci'ning bu nuqtalarni qila olishiga sabab dal uning anatomiya ilmini cho'nqur tadqiq qilganligi. Uning boshqa rassomlarga qaraganda yuz muskulaning yo'linishi va sumak tuzilishini texnik tushundiganligini isbotlab berdi. Da Vinci'ning bu yuqori talanti Mona Lisa'nın tarixdan hozirgacha bo'lgan eng qimmatbaho kulimsirishini barliqqa keltirgan. 5. Mona Lisa hargizmi sizga qaramagan. Ba'zilar Mona Lisa qaysi o'rinda turib qarasangiz, u sizga qarab turdi deb qaraydi. Germaniyalik tadqiqotchining ko'rsatishicha, bu rasmning eng olqilik yeri dal shu bo'lib, u kishilarning psixikasiga ta'sir ko'rsatgan. Tadqiqotchilarning 2000 necha qatim tadqiq qilishidan keyin Mona Lisa'ning ko'zini dal o'ng tarafga chizgan bo'lib, rasmning ko'rish doirasi dal rasmga qarag'uvchining quliqi yoki o'ng mo'risiga tushgan. O'ttirchi ko'rish buluni 15,4 gradus ekan. Agar bevosita ko'rish nuqtasidan qaraganda 0 gradus bo'lishi kerak. Mona Lisaga munosabatli faraz va tadqiqotlar nihoyat ko'p. Masalan, Mona Lisa'ning ko'zidagi harf, rasm keyindagi hayvonlar va rasm sizishdagi oltin nisbat qatorliqlar bo'lib, hattoki har xil tashqi plan odamlarga munosabatli farazlarmi oz emas. Lekin mening shaxsan qarashim bo'lsa, ba'zi faraz va tadqiqotlar qiziquvchilarning subyektiv hukmi va haddidan ziyoda oshirib o'tishi. Da Vinci Mona Lisa'ni chizganda necha 100 yildan keyin bunchalar cho'ng ta'sir ko'rsatishini hargizmi o'ylamagan bo'lishi mumkin.